Shu mashinani diskasini shu joyida qalpaqali plastmassasi bo'ladi ekan. Shu plastmassa. Shu plastmassani olib tashlasa, kimdir chiroyli turadi deyapti, kimdir xunuk bo'lib qoladi deyapti. Hozir kelisha olmayapmiz. Shunga hozir chiqaramiz plastmassalarini, ko'rasizlar. Mana shunda qo'ying-da menga. Prosta bunday menga mashinani oldiga prosta qo'yib turing. Mana hozir shuni plastmassasini chiqaramiz. Videoda kuzatib turinglar. Chiroyli bo'lib qoladi shekilli haqiqatda. Narga, mana. Do postli. Qanaqa turay? Men bilmayman. Endi menga qiziq yo'q deydi. Bo'ldi. Mana shu. Qaysi biri akalar olib tashlaganimiz ma'qulmi yo o'zi qolgani ma'qulmi? Fikringlar qoldirib yuborsanglar, biz ham tanlashga qiynalmaymiz.